Internetning imkoniyatlari cheksiz. Hamma gap undan foydalanishdagi madaniyat va mas'uliyatni his qilishda. O'zbek odoq kim bo'lishlaringdan qat'iy Yamalarimiz xuddi Majburlash bu keks emas. nazar qayerib ketdi. Kallasimni yeyordi mana. Orada 1 million подписчики olamiz. Akasini bir necha bo'laklarga bo'lib Bugun qo'lida mobil qurilmasi bor ayrim odamlar tursa ham, yursa ham, yotsa ham buni video qilib ijtimoiy tarmoqqa joylayapti. O'zi bilib yo bilmay axloqsizlikni, fahshni, zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qilyapti. Ba'zi qo'shtirnoqchidagi bloger o'zidan inson huquqlari himoyachisini yasab olib, jamiyatdan, davlatdan kir qidiryapti. Ba'zi kimsalar hatto millatni, xalqni haqorat qilib, prosmotrni ko'paytirib, layk yig'ishga urinyapti. Oiladagi zo'ravonliklar, ko'cha janjallari, bemaza battlelar. Bunaqa misollarni ko'p keltirish mumkin. Lekin hamma narsada me'yor, mezon bo'lgani yaxshi emasmi? Yotoqdagi ishlarni ijtimoiy tarmoqda trendga aylantirishdan nima maqsad va kimga foyda? Jamiyatdagi muammoli masalalarga betamizcha yondashuv kimga kerak? Elni, yurtni haqorat qilishga, sha'nini toptashga kimni, nima haqqi bor? Salbiy illatlarni targ'ib etuvchi fotolar, videolarni tarqatishdan kim nima manfaat topadi? Erkinlik shu tarzda namoyon etiladi. Bu kabi holatlarning oldini olish uchun balki qoidalarni aniq belgilash vaqti kelgandir. Siz nima deysiz?